Rojon nima qilyapsiz endi? Olsaga qolib. Nima ishlay boshlabsiz? Nima endi bu? Gazabloy qolib aka. Mana shunda gazavloq kuylarmi? Bu tayligi endi yonboshlari bor aka chiqarib qo'yganmiz. Ha? Mishalki avtomatik pena blok. Hamma yo'qni yasayapmiz aka. Ama yaxshi ishga qo'l ursizlar. Bu listlarimiz qalalik nechli listdan bo'lyapti endi? Aka 200 ta bor. Shuni listdan ham, lazer listdan unda kestirasizlar ekan yo'llarni ham. Albatta. Ha, gap yo'q. Qoliplar tagini profili qanligi necha bo'lyapti? 8 ga to'g'ri profil 2 stena. Gap yo'q do'stlar. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari mehmonlariga. Bizni kuzatib borayotib turgan aka-ukalarimizga hozir ozgina qisqacha ma'lumot oldik svarchigimizdan. Andijon viloyati Xo'jobodga 5 dona liniyaga qolip tayyorlayapmiz. Oldin akalarimiz qolip olishgan. Kecha yaqinda 5 dona poddomini berib yuborganmiz akalarimizga. Общем, mana 5 ta qolip bilan 40 dona qolipi bo'ldi. Yaqinda avtomat reskani Ustonovga qilib keldi akalarimizga. Qoliplarimiz ashi rastor oqmaydi deb berganimiz uchun shunisini suyib turib qoliplar olishgan akalarimiz haqiqatan gapga javob deganda rastor oqmagan bo'lmasa 10 dona qolip bilan boshqa akalarimiz 40 ta qolipgacha faqat biz bilan muomala qilmasdi do'stlar. Akalarimizga hozir chiroyli holatda tayyorlab beryapmiz. Qoliplarimiz tayyorlari 8 ga 4 2 stena qalinlikda profilda tayyorlanyapti. Shu 5 ta qolipi mana bu yerda yon bortlar turibdi. Keyingisi undan keyingisi xudo xolasa kechasi bilan tayyorlanadi. Mana ko'rib turganinglarda orasiga kanatga ochib chiqilgan, ichiga list tushadigan qoliplarimiz tayyorlanadi. 4 dona qolipimiz, u ham Andijon viloyati Xo'jobodga. Unisi ham Xo'jobod tumanida tayyorlanyapti. Akalarimiz kelib ko'rib zaklatlarni berib ketishgan. Ko'rib turganinglarda har 20 sm ga lazerni stanovda ichiga chok tushirib chiqqanmiz. Shtobi rastor quyilgandan keyin tepasidan listlarni terib solib qo'yiladi. Shuni hisobiga bunga reska ham shart emas, ruchnoy reska ham, avtomat reska ham shart emas. Avtomat reskadan ham kerak bo'lsa kachsivasini chotga chiqarib beradi qoliplarimiz. Listlarimiz qalinligi uchlik toza magnit listdan tayyorlanadi, lazer stanovda kestiriladi, diagonallari hamma narsasi ana shu yerda o'zida kompyuterda chiqariladi do'stlar. Shu ichiga list tushadigan qolipimizni ichiga solinadigan 30 ga 60 listlar bo'ladi mana. List qalinligini ko'rishinglar, hech qanaqa valna pannasi yo'q. Chotga tekis listlardan bo'lyapti. Shablon bochkamiz o'sha 110 litrli shablon bochkamiz. Bu bochkamiz bilan bunisi ketadi. Shunga tayyorlanyapti hozir. U ham Andijonga ketyapti. Andijon Izboskanga 5 dona qolip bilan komplet holatda chiqarib beramiz uni ham. Har bittasi ketyapti restoranlarni, videolarni chiqarib boramiz. Bu ruchnoy reskalarimiz o'sha Andijon viloyati Izboskan tumaniga chiqadigan. 10 lik, 20 lik, 30 lik, 3 xil 4 xil razmerda kesish qiladi bu reskalarimiz ham. Ruchnoy reska komplektda 5 dona qolipi bilan boshlashyapti akalarimiz. Reskalarimiz ham o'ta ideal holatda do'stlar. Bu yerda transportni lentalarimiz bor, 6 metrli tayyorlaganmiz yangi qo'rg'onga. Bunimizga hali navbat yetib kelmadi. Akalarimiz joylarni beton tagini endi boshlashdi. Bu yoqda shu penavli stanovlarimiz Euro komplektda ko'rib turganlarda 7 qatordan profil tortiladi. Yonlari polni rezvali bo'ladi. Rastvor bachoga, pena generator, kompressor, mikser, tumbalatok hamma narsasi qo'shib beriladi komplektga do'stlar. Penavli, gazavli stanovlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib orasida O'zbekiston bo'ylab dastavka ustunovga xizmatlarimiz bor do'stlar. Bu o'sha bu lentamizni qum tashab turadigan joyda bu. Redaktorlar yangi korobkadan ochib qo'yib beriladi lentalarimizga. 220 ga moslaganmiz bu redaktorlarimizni. Bu lentamizni motori bo'ladi mana. Shu o'rdan achish jarayonlarida ichlardan kabellarni tortib chiqib o'rnatamiz. Xudo xolasa bu yerga tiklaymiz. Shu 4 ta 5 ta komplekt zakasi bor, shular urilgandan keyin xudo xolasa bunga navbat keladi. Mana shu yerda xudo xolasa terib chiqaramiz do'stlar. Bu yerda mishalkalarimiz yarim tayyor holatlari. Ko'rib turganinglarda ichidan rasvor oqib, suv oqib ketadigan joylari ham yo'q do'stlar. Svarchilar ham shu 6-7 yildan beri
shu sohani ichida yuradi. Svarchilarimiz o'qigan, diplomi bor svarchilardan. Tepa qozon ishlarimiz to'rli idishdan tayyorlanadi masalan. Bu liniyamiz mishalgalari bor. Bu mishalgalarimiz to'liq bitgan holati bu. Shu motor qatirilsa bo'ldi unga. Penavlo, gazavlo stanok kerak bo'lsa bemalol aloqa so'rasa O'zbekiston bo'ylab dastlabki stanok yasaganimiz bor do'stlar. Mehnatimiz qadrlangan holatda bir dona like tugmasini bosib qo'ysalar, xudo xolasa keyin safar bundan aslo videolar chiqarib olishga harakat qilamiz.